Bugun men sizlar bilan hamma uchun qiziqarli mavzu kvant fizikasi haqida suhbatlashmoqchiman. Kvantovoy polye deydi, kvantovoy fizika, kvantovoy skachokda bu so'z juda ko'p ishlatiladi, lekin bu so'zning o'zi asl ma'nosi nima? Aynan psixologiyaga tegishli joyi nimada degan savolga javob bermoqchiman. Kvant fizikasi bu teoriya emas, bu koinotning real kuchi. Kvant fizikasi ishlayapti, lekin olimlar shu bugungi kungacha hali aynan qanday ishlashini isbotlay olmayapti. Kvant fiziklari bugun shu narsani aniqladiki, dunyo, butun olam ikki xil formaga ega. Ya'ni bu kuzatuvchilarni pozitsiyasidan kelib chiqib belgilanar ekan. Demak, biz ikki xil formaga ega bo'lgan dunyoni qanday ko'rishimiz o'zimizga bog'liqligi va bu bog'liqlik nimadan iborat? Bizni dunyoqarashimiz, bilim saviyamizda dunyoni anglashimizdan kelib chiqib belgilanar ekan. Biz mana shu dunyoni o'zimizga foydali, manfaatli, muvaffaqiyatli ko'rish uchun borliq qonunlari bilan to'g'ri munosabat qilishni o'rganishimiz kerak. To'g'ri munosabat qanday bo'ladi? Birinchidan, bizni hayotimizga kirib kelayotgan barcha voqeliklar, insonlar, vaziyatlar va biz xohlagan, xohlamagan narsalarni shunchaki bizga kerakli va foydali deb qabul qilishimiz uchun o'quvchi pozitsiyasiga o'tishimiz shart va zarur. Toki o'quvchi pozitsiyasiga o'tmagunimizcha biz borliq qonunlari bilan to'g'ri munosabat qilishni o'rgana olmaymiz, bilmaymiz va istaymizmi, istamaymizmi xatolarni qilaveramiz. E'tibor bering, siz yashayotgan olam mutlaqo jonli. Tabiatni kuzating, daraxtlarni kuzating. Hammasi jonli, to'g'rimi? Ular mana shamol bo'lsa qimirlaydi-da, ularga qaraysiz, allaqanday energiyani his qilasiz. Oddiy mana parkka bordingiz, toqqa bordingiz, bog'qa bordingiz, yo uyingizni oldida allaqanday daraxtlar o'syapti-da, ularga shunchaki qarang va ulardagi energiyani his qiling. Va mana shu energiya orqali butun borliq jonli ekanini, sizni hissiyotlaringizni, gapingizni, xatti-harakatingizni, munosabatingizni ular his qilib turishini biz anglashimiz kerak. Va mana shu bir-birimiz bilan uzviy bog'liqlikni o'rnata olishimiz, mana shu kvant maydonida to'g'ri munosabat qila olishimiz desak to'g'ri bo'ladi. Va haqiqatdan ham ko'pchilik insonlar mana shu bog'liqlikni hali his qilib ulgurmagan. Bu bog'liqlik bor, ishlaydi-da, kvant maydoni bor, kvant fizikasi ishlaydi-da, u shunchaki nazariya emas, shunchaki gapirib qo'yiladigan narsa emas. Bu real hayot, real energiya. Lekin bu bog'liqlikni, bu birdamlikni, birlashishni kamdan kam odamlar his qila oladi, tushuna oladi, anglay oladi va toki mana shu tabiat jonliligini, atrofdagi hamma narsalar jonliligini anglaganimizdagina bizda haqiqiy jarayon boshlanadi. Ya'ni qanaqa jarayon? Energiya jarayoni, rivojlanish jarayoni, hayotga boshqacha nazar jarayoni, rivojlanish, o'zingiz orzu qilgan narsalarga erishish, munosabatlarda mutlaqo boshqacha darajaga ko'tarilish. Xullas, biz birgina mana shu kvant maydonda o'zimizni o'rnimizni topish orqali, dunyoni jonliligini anglash orqali juda ko'p holatlarni o'zimiz istagan holatga almashtirsak bo'ladi. Bugungi kunda boylik bu holat degan fikr bor, to'g'rimi? Ya'ni состояние человека. Богатство – это состояние, да? Успех – это состояние, да? Состояние bu shunaqa bir ichki holatki, sizni shunchalik bir xotirjam, hayotga bo'lgan ishonch, orzularingizni ro'yobiga bo'lgan ishonch, kelajakka bo'lgan ishonch
dan yaralgan ichki holat va mana shu holatga yetishimiz uchun ham biz butun borliq bilan birlashib keta olishni va borliqdan kuch olib, mana shu olayotgan kuchimizni atrofga bera olishni o'rganishimiz kerak.